1-iyun Xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston bog'ida ajoyib shou dasturlari. Toshkentdagi eng katta plyaj Orzular sohilida soat 12:00 dan boshlab sovun pufakchalari shousi, animatorlarning sovg'ali estafetalar, kimyoviy shou, pena shou bilan Yozning ilk kunini unutilmas boshlaysiz. bepul piknik zonasida faqat yaqinlaringiz bilan ovqatlar pishirib hordiq olasiz. Bu bilan birga haqiqiy sirk shousi, hayvonlar yordamida fokuslar, qiziqarli o'yinlar, bolajonlar uchun face artlar. Sizga alohida kayfiyat ulashadi. 17:00da Karnaval zonamizda multfilm qahramonlar paradi. 19:00da esa Rayhon Ganiyeva ishtirokidagi shou dasturimiz bo'lib o'tadi. Bugun hamma jam, bolanglar xotirjam, tark etmagin hech ham. Asanda manda bas. 1-iyun kuni bolajonlaringiz bilan sizni Yangi O'zbekiston bog'ida kutib qolamiz. Kelinglar.